Mana Muhammadjon Turkiya, mana meni o'g'lim. Mana. Mana. Prezidentimiz 6-iyul kuni o'tkazilgan video serialiga qarashda bu borada byurokratiyani kamaytirish, Yo'g'ring. xizmat ko'rsatadigan ipoteka markazlari tashkil qilish zarurligini aytgan edi. Birinchi shunday markaz poytaxtimizda ish boshladi. Bu yerda ipoteka bozoridagi Yo'ring Turkiya, o'g'lim yo'ring. Mana meni o'g'lim. Mana meni o'g'lim to'txo'r. qurilayotgan uylar, ularga xizmat Mana. ko'rsatadigan Yo'ring, yo'ring. haqida batafsil ma'lumotlar. Mana. Eng muhimi, barcha xizmatlar bir joyda ko'rsatiladi. Davlatimiz rahbari minglab odamlar tomorqa uchun ipotekalar Mekka kivoy. Boring. Aytib yuboraman. Men dachimni olaman, o'g'limni. Cho'yini ichdimi cho'yini? Qo'liga qulayakan asha. Qo'liga qulayakan o'g'lim. Ana. Qo'ying endi yerga qo'ying. Yerga. Ana bilaveradi meni o'g'lim. Jo'pami narsa qo'ydi ishdingizmi? Qo'ying endi sekin. 4 yo'ring o'g'lim, 4 yo'ring. 4 deng. Bo'p, bering qo'paman. Mana ana men olib qo'yaman. Dada oppa, dadaga qo'yib qo'y. Mana qoshig'ingiz. Ana. Olavering. Ha, bo'ldingizmi? Duo qilasizmi endi o'g'lim? Mana. Mana men o'g'lim cho'g'ayna mana. To'y deyapti. Mana. Bu yerning iqtisodiy ijtimoiy rivojida O'zbekiston metallurgiya kombinatining o'rni katta. Uning tarkibida o'nlab korxonalar, ijtimoiy muassasalar bor. Kombinatda 11 ming kishi ishlaydi. Shu bois uning faoliyatini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. So'nggi yillarda qator investitsiya loyihalari amalga oshirilib,